Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Xitayning Janvadagi diplomatlarının BDT Kişilik Huquq Oliy Komissariyat ishxonasining o'tgan yil tayyorlab e'lon qilishni hozir qadar kechiktirib kelgan Uyg'urlar vaziyati haqidagi dokladini e'lon qilishni to'sishga urinayotganligi oshkorlandi. Reuters agentligi 19-iyul bergan bu vaqtdagi maxsus xabarda Xitoy diplomatlarining BDT Kişilik Huquq Oliy Komissariya va bir qism davlatlarning Janvadagi diplomatlariga xat yozib, Uyg'urlar haqidagi dokladni e'lon qilmaslikni talab qilganligi va Xitoyning talabini qo'llaydigan davlatlar orasida imzo to'plaganligini oshkorladi. Reuters agentligining aytishicha, Xitoyning bu vaqtdagi xatini ko'rganlardan 3 davlatning Janvadagi diplomatlari mundaq bir xat topshirib olganligini dalillagan. BDT Kişilik Huquq Oliy Komissari Michel Bacheletning ishxonasi o'tgan yili 10-oyda matbuotlar qilgan bayonida dokladning oxirgi nusxasining tayyor bo'lganligini va uning pat yaqinda e'lon qilinganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq dokladni e'lon qilish hozir qadar izchil kechiktirilib kelgan. Bo'libmi, Bacheletning bu yil 5-oyning oxirlari Sharq Turkistonda ayilib borgan ziyoratidan keyin Xitoyda o'tkazilgan axborot yig'inida qilgan so'zi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchragan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı boshchiligidagi 60 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti o'rtaq bayonot e'lon qilib, Bacheletning istifa berishini talab qilgan. Bachelet Janvada qilgan so'zida o'zining BDT kishilik huquq oliy komissarlik vazifasini qayta qo'llashmaydiganligi, shundaqla Xinjiang dokladini uningdan burun e'lon qilishga va'da bergan edi. BDT Kişilik Huquq Oliy Komissarining bayonotchisi Jeremy Lawrence matbuotlarga yo'llagan bayonotida dokladning tayyor bo'lganligini va dokladni e'lon qilishdan burungi oxirgi qadamlarning besilganligini aytgan. Uning bayonotida dokladning oxirgi nusxasi tayyor bo'ldi. Shundaqla e'lon qilinishdan burungi oxirgi bosqichlar besildi. Bu doklad e'lon qilinishdan burun aloqador a'zo davlatning fikrini elishdek o'lchamlik bosqichni o'z ichiga oladi. Ma'lum bir munosabatli davlatga aloqador dokladning mazmunini e'lon qilinishdan burun shu a'zo davlat bilan o'rtoqlashish o'lchamlik bir mashg'ulot tartibidir. Doklad aloqador davlatning fikr berishiga sunildi. Ishxona dokladning oxirgi nashrida pakt mohiyatidagi fikrlarni amaliy aks ettirdi deyilgan. Bayonotda yana dokladning qachon e'lon qilinganligi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo Bacheletning o'tgan oyda qilgan dokladning vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qilinganligi haqidagi bayonoti naql ko'rsatilib, Reuters agentligining xabardagi Xitoyning xatiga doir bayonotlarga baho bermaydiganligi bildirilgan. Reutersning xabari Amerika Tashqi ishlar ministrligining diqqatini qo'zg'aganligi ma'lum. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 20-iyul matbuotlarga avatgan yozma bayonotida Bacheletni dokladni e'lon qilishga chaqirish bilan bir vaqtda Beijingning dokladni to'sish uchun ko'rsatgan har qanday urinishiga nihoyat diqqat qilganligini bildirgan. Biz va xalqaro jamiyatdagi boshqalar bir necha oydan buyon Oliy komissarning ishxonasi tarafidan tayyorlangan Xinjiang vaziyatining tafsiloti haqidagi dokladni e'lon qilishga chaqirib keldik. Oliy komissarning ishxonasi bu dokladning qisqa vaqtda e'lon qilinganligiga ko'p qatim va'da bergan bo'lsa-mu, ammo yanada e'lon qilinmadi. Biz Oliy komissarning dokladni kechiktirmay e'lon qilishga chaqiramiz. Shundaqla Beijingning dokladning e'lon qilinishini to'sish uchun ko'rsatgan har qanday urinishiga nihoyat diqqat qilamiz deyilgan. Reuters agentligi BDT Kişilik Huquq Oliy Komissariyatining Uyg'urlar haqidagi dokladni e'lon qilishiga Xitoyning mudohala qilganligini, Janvadagi mutaxassis va diplomatlarning dalillaganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning Janvadagi diplomatiya vakili o'zlarining BDT Kişilik Huquq Oliy Komissari yoki boshqa davlatlarning diplomatlariga bundaq bir xat avatgan yoki avatmaganligini aytishni rad qilgan. Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi Qahramon G'o'janberdi va Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov boshchiligidagi Qurultayning Qozog'istondagi vakillari Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizga Dunyo Uyg'ur Qurultayining sohibxonligi va Qozog'istonda Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan nahiya, shahar va yez mahallalarni bir-birlab ziyorat qilib, 20 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining moddiy yordam bilan bu yil 26-maydan 28-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining ro'yini yetkazish va Qurultayning navbat xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlar haqida ma'lumot berish harakatini izchil davomlashtirib kelmoqda. Qahramon G'o'janberdi va Erkin Ahmetov boshchiligidagi Qurultay hay'ati hozir qadar Olmuti viloyati Uyg'ur noyisining Cho'ng Aqsu rayoni, Yarkent rayoni, Charin, Aqsu, Cho'nja, Chelak qatorliq ko'plagan rayonlarga berib, bu yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan suhbat ilib borgan. Dunyo Uyg'ur Qurultayining Qozog'istondagi vakili Rahim Mansurov apandi bu vaqtda istansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi. Germaniyadagi kengashdan qaytib kelgandan keyin biz Erkin Ahmetov, Qahramon aka vakillarni qaytadan yig'ib, endi buningdan keyin nima ishlarni qilamiz degan maslahatlashdik. Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarning mush ishlardan ancha xabari yo'q ekan. Shuning uchun biz bir guruhga Yarkent tavasiga berib, shu yerda faoliyatlarni o'tkazdik.
yigit başlarına, medeniyet merkezlerine ve xalqqa tushundirish berdik. Biz Qozog'iston qonuniga itoat qilamiz. Biz xalqimizning tinch va chiroyli usullarda ish ilib berish to'g'riliq tushuntirish beryapmiz. Suhbatlarimizda qanday qilsak vatanlik Uyg'urlarimizga yordam bera olamiz, yordam qo'limizni yetkiza olamiz degan masalalar o'ttirib qo'yildi. Bizning vatanimiz Qozog'iston bo'lsa-mu, ammo qinimiz Uyg'ur bo'lganlikdan vatandagi qarindoshlarimizning beshiga kun tushganda biz bir chet qarab tura olmaymiz albatta. Çağımız yetken dairde xalqimizga nima yordam qila olamiz deb kecha-kunduz o'ylaymiz. Qozog'istonning har qaysi rayonlarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz qurultay hay'ati bilan o'tkazilgan suhbatlari jarayonida o'zlarining uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlab kelganligini, bundan keyinmi bu xil qo'llashni izchil davomlashtirganligini ifoda qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining sohibxonligi va 20 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining moddiy yordam bilan 26-maydan 28-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashida 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining birlashma imzosi bilan e'lon qilingan 8 moddali xitobnoma har qaysi ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan edi. Navbatda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq O'rta Osiyo ellardagi, shundaqla boshqa ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tarafidan qabul qilingan qaror va xitobnomaning ro'yini o'rganish harakatlari davom qilmoqda. 21-iyul kuni Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandi boshchiligidagi Uyg'ur hay'ati Amerika Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajali rahbarlari bilan ko'rishib, Sharq Turkistonda davom qilayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlariga qarshi unumli tadbirlarni qo'llanish to'g'risida atrofli suhbatlar ilib bordi. Bir soat davom qilgan bu suhbatga Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajali amaldorlari va har qaysi bo'limlarning mas'ullari qatnashdi. Roshan Abbas xonim suhbat jarayonida qilgan so'zida Xitoyning davlat raisi Shi Jinpingning yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilish jarayonida qilgan bayonlarining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan aslo voz kechmaydiganligini, aksincha bu xil siyosatni yanada kuchaytirganligini ko'rsatib berganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qaratgan jazo va embargo tadbirlarini yanada oshirishning to'limi zarur ekanligini bildirdi. Undan boshqa yana oldingi kuni Roshan Abbas xonim Pragadagi Charles University Sharq Osiyo tadqiqot instituti tarafidan tor orqali uyushtirilgan 2000 Munbar nomli suhbat programmasiga qatnashgan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim suhbat qilgan so'zida BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilish jarayonida qilgan xato bayonlarining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlash va pardozlash rolini o'ynaganligini va BDTning obraziga og'ir darajada dog' tekkizganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Michel Bacheletning Xitoyning besimiga bo'yin egib BDT kishilik huquq oliy kengashining Uyg'urlar haqida tayyorlagan dokladini e'lon qilishni hozirga qadar kechiktirib kelganligini qattiq tanqid qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishit apandim Erkin Osiyo radiosining Xitoycha anglatishiga bergan bayonotida Xitoyning davlat raisi Shi Jinpingning 7-oyning 12-kunidan 15-kunigacha Sharq Turkistonga qilgan ziyorat harpisida Sharq Turkistonda bexatarlik xizmatlarining qatma-qat kuchaytirilganligini va bu tadbirlar qatorida bir qism ko'zitish ostidagi Uyg'urlarning Urumchidan janubdagi boshqa viloyatlarga yo'tkitilganligini bayon qildi. Dilshod Rishit apandimning aytishicha, 6-oyning o'rtalarida Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari muqimlikni qo'g'dash tadbirlarini yana bir qatim kuchaytirib, Tangirtog' va Sayvoq rayonidagi diniy faoliyatlarga qatnashgan deb tarbiyalanayotgan Uyg'urlarni janubdagi viloyatlarga bir oylik qonun tarbiyasi ilishga avatib o'tgan. U mundaq degan: Urumchidan erishgan uchurlarimizga qaraganda, Shi Jinping berishdan burun Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik tarmoqlari tuzitilish obyekti deb atalgan 200 dan ortiq kishini yig'ib ketgan. Yana Tangirtog' va Sayvoq rayonidagi diniy faoliyatlarga qatnashganlik gumoni bilan tarbiyalanayotgan 137 nafar Uyg'urning vaqtincha janubdagi Aqsu qatorliq joylarga bir oylik qonun tarbiyasi nomida yo'tkab ketgan. Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning ziyorati mezgildagi hukumat taratqullaridan tarqatilgan suratlarda uning xalq omasi tarafidan chavoq chelinib qizg'in kutvilinganligi, Uyg'urlarning uylariga kirib hamdastxon bo'lganligidek suratlar keng tarqalgan edi. Halbuki bu suratlardagi xalq omasining asosan ayollardan tarkib topgan bo'lishi, andi-sandi ko'rinib qolgan Uyg'ur erlarining asosan yashanganlar ekanligi diqqat tortgan edi. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.